Bor yo'g'i dastavkasi 100 ming so'm. Mustang ichiga bitta sayohat qiladigan bo'lsak, bizani nimalar kutib oladi? Monitorlar, ha? Sensorli. Sensor monitorli ishlaydi. Stop startda zavod bo'lishi, skorost ichaklari oldi orqaga. Tezlikni baland-past qilish, svetlarni o'chirib yoqish, pultlari, 24 voltli zaryadkasi, originallari bo'ladigan o'zini dokumentlari, boshqa mashinalarda bo'lmaydigan fleshkasigacha bor. Original litsenzioniy modellarni ham skidga qo'yishni boshladik. Ford Mustang mashinamizni $250 qilib qo'ydik atigina. Toshkentga va O'zbekiston bo'yicha ham 100 ming so'mga dastavka qilib beramiz. Bu mashinamiz 24 voltli bo'ladi. Oldi va balonlar rezina Yeva materialdan ishlangan. Orqa balonlari drift qilishga mo'ljallangan bo'ladi. Ko'rganinglardek ichida monitorlargacha bor. Komplektda zaryadka pultlari bo'ladi. Keyin farzandiga, nabiralariga shunaqa original litsenzioniy sifatli mashinani olishni niyat qilgan bo'lsanglar, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. O'zbekiston bo'yicha dastavkamizni tekin yetkazib beramiz bu modelimiz bo'yicha. Qo'shimcha ma'lumotlar va assortimentlarni Telegram kanalimizda narxlar bilan kuzatishingiz mumkin. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.